Nahorga yoshlarga chiqqanman. Yulduz Turdiyeva Zulayho Boyxonovadan eshitgan tanbehi, mualliflik huquqini buzib, 60 million so'm jarima to'lagani haqida so'zlab berdi. Assalomu alaykum. Siz bilan Yangiliklar.uz kanali. Bizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Turdiyeva Navo telekanalining Mehmonda dasturiga intervyu berdi. Suhbat chog'ida xonanda trendga chiqqan qo'shig'ining yaratilish tarixi, mualliflik huquqi to'lagan jarimalari hamda o'zining qobiliyati haqida ham gapirib berdi. Bu qo'shiq Feruza Jumaniyozovaniki bo'lishi ham mumkin edi. Bizning sevgimiz boshqacha qo'shig'ini 1 yil avval kuylaganman. Qo'shiqqa xonanda Feruza Jumaniyozova ham talabgor bo'lgan edi, ammo uni kuylash menga nasib qildi. Bastakor va xonanda Bahodir Nizomov bilan avvaldan hamkorlikda ishlaganmiz, lekin boshqa qo'shiqlarimizda bunday natija bo'lmagan. Bahodir shu qo'shiqni yuborganda eshitib ko'rib juda yoqtirdim. Shuning uchun unga buni hech kimga bermay turishini aytib, uning va'dasini oldim. Keyinchalik Feruza opaning konsert arafasida ushbu qo'shiq ularga ham ma'qul kelgani haqida oralarida suhbat bo'lgan ekan. Bahodir Feruza opaga ham tarona yoqqanini aytdi, ammo bastakor birinchi bo'lib menga so'z bergani uchun lafzida turib, qo'shiqni kuylash menga nasib qildi. Oradan ko'p vaqt o'tmay Feruza opa ham bir go'zal qo'shiqni muxlislarga taqdim etdi. Yulduz Turdiyeva hayotini Instagramsiz tasavvur qila oladimi? Menimcha, hozirgi kunda hech kim hayotini ijtimoiy tarmoqlarsiz tasavvur qila olmaydi. Boshqa san'atkorlarning qo'shig'ini kuylab jarima to'laganman. Bir necha yil avval Navo telekanalining bir qancha jonli ijro ko'rsatuvlarida chiqib, O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva hamda marhum xalq artisti Ortiq Otajonovlarning retro qo'shiqlarini kuylagan edik. Bir kuni meni chaqirishib, ko'rsatuvda jonli ijroda aytgan qo'shig'im uchun jarima to'lashim kerakligini aytishdi. Bunga sabab qo'shiq so'zlarini xato aytganim va ijro etish uchun shoirdan ruxsat so'ramaganim ekan. Bu bir necha yil avvalgi ko'rsatuv ekanini, o'zlari ruxsat berganliklarini aytsam ham so'zlarni xato aytib, ma'naviy zarar yetkazgansiz deyishdi. Xo'p, mayli deb jarimani to'ladim. Hozir ham kanallarda retro qo'shiqlarni kuylash uchun chaqirib turishadi, lekin endi hech qaysi xonandaning qo'shig'ini kuylamayapman. Bundan tashqari ba'zi san'atkorlar bilan ham tushunmovchilik holatlari bo'lgan. O'zlari hurmat qilib bitta qo'shiqlarni ijro etishga berishgan edi. Tarona mening talqinimda chiroyli chiqqanidan so'ng anglashilmovchiliklar kelib chiqdi. U ijodkorlarni ham tushunaman. Qo'shiqdan umidi katta bo'lgan, lekin birgina kichik holat kutilmagan natijalarni keltirib chiqardi. Bu voqea konsertim arafasida sodir bo'lgani uchun biror muammo chiqmasin deb o'shanda 60 million so'm jarima to'lashga majbur bo'lganman. Xonanda yana Ozodbek Nazarbekovdan minnatdorligini ham bildirdi. To'y xizmatlarida, fotiha marosimlarida Yulduz Usmonova va Ozodbek Nazarbekovning qo'shiqlarini ham ijro qilib turaman. Odamlar ularning qo'shiqlarini yaxshi ko'rishadi, sevib eshitishadi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaga alohida rahmat aytaman. U kishi hech qachon qo'shiqlarni qizg'anmagan. Hattoki o'zlari qizim, ovozing borda hamma qo'shiqlarimni kuyla degan. Ozodbek Nazarbekov ham qo'shiqlarini hech qachon qizg'anmagan. Avvallari Samarqand va Urgutda saharlab nahorga yoshlarga xizmatga chiqardim. Bu tadbirlar tong saharda soat 10, 12, 1, ba'zan 2 gacha ham davom etardi. Jonli ijroda klassik qo'shiqlar, laparlar aytardim. Oshga chiqishni to'xtatishimga Zulayho Boyxonova sabab bo'lgan. Zulayho opa avvaliga menga hayron bo'lib qaradi. Yulduz, oshga chiqma, yo to'ylarda xizmat qil yoki oshda. Bu ketishda 5-10 yildan keyin sog'lig'ingda jiddiy muammolar paydo bo'ladi deb maslahat bergan. Lekin Zulayho opaning maslahatlaridan so'ng buni ham butunlay to'xtatganman. Xonandaning noyob qobiliyati haqida. Bolaligimda akam bexosdan tangalarni yuz qo'llarimga qo'yganda, ular qo'yilgan joyda yopishib qolardi. Gohida onamning yoki farzandlarimning oyoqlarini uqalab qo'ysam, qandaydir shifo topishardi. Kichkinaligimda gazetalarda mening mana shu biotokim haqida yozishgan edi. Shundan so'ng mahallamizda buni eshitgan, bilganlar bosh og'rig'ini yoki yana qandaydir og'riqlardan qutulish umidida uyimizga kelishardi. Yoshim katta bo'lgandan keyin odamlardan uyalishni boshladim va buni butunlay to'xtatdim deydi xonanda Yulduz Turdiyeva.